Assalamu alaykum hanımlar. Bugün etmekçi bolgan yan bir dersimiz qiymalı pirog hanımlar. Bunun 3 tane tuxum, 100 gram mayonez, yana oq qaymoq ishlatsanlar bo'ladi. Hanımlar bunun hücumu 200 gram qatiq, onundan keyin qalsa bununga yana mavud undan 800 gram, 700 gramdan 800 gram un, ondan yana seriq maydan hanımlar 200 gram seriq may ishlatamiz. Endi bunun ximi yoğurvasanlar bo'ladi. Hanımlar endi bununga 250 gram qo'sh, onundan keyin qalsa 2 dona berenge 4 tane servis ketini, piyaz ketidi hanımlar. Aldı bilen biz mavu, qatiq, mayonez, onundan qalsa tuxum qatorliq materiallarimizni mavu yani qiyma to'g'rash aparatimizga silib turib, buni yaxshi holatda aralashtirib olamiz. Hamda ustiga mavu eritilgan sarmiyimizni qo'yamiz va ma'qul shakl bo'yicha mashg'ulotlarni ilib olsanglar bo'ladi. Ximi yo'g'irish aparatinglar bo'lsa, shuning bilan qilsanglar bo'ladi. Endi mavu unimizni hanımlar aldı bilan shuna holatda qo'yib turib, xamirimizni rav ustida xamir oltiga ekilib olamiz. Endi mishadi uninglarning o'zinglarning ehtiyoji bo'yicha 700 gramdan 800 gram holatda qilsanglar bo'ladi. Chunki bakroq qiching bo'lib qolmasin. Bu bo'sh holatda keldi jumu hanımlar mana. Biz hem de xamirimizni ma'qul holatga ekilib oldik-ku hanımlar. Bu holatga ekilib olgandan keyin yana o'zimizningki ehtiyoji qarab turib, qurg'unimizni yuzib qaranglar. Chaplashmaqdagi holatga kelgandan keyin lamkin mana shunday holatda bo'ldi qilamiz xamirimizni hanımlar. Buningga yana ozroq miqdorda tuz qo'ysanglar bo'ladi, lekin jiq emas jumo hanımlar, bek oz miqdorda. Endi bu xamirimizni yo'g'irib ma'qul holatga ekilib oldik. Ekilib olgandan keyin buni biroz tindiramiz. Buni hamda tindirib ikki parchaga o'xshash cho'ng kichiklikni ayiramiz. Undan keyin qalsa mavu berangimizni ma'qul holatda ushoq qilib to'g'rilamiz bunimi. Yana ma berangimizning o'zinglarning ehtiyoji bo'yicha ziyoda yakun miqdorda qilsanglar bo'ladi. Buni ma'qul holatda qalamchi qilamiz. Qalamchi qilib bo'lgandan keyin yana ushoq holatda qilib olsanglar bo'ladi hanımlar. Bu mushmush holatda qilib olsanglar bo'ladi. Ondan piyozimni ma'qul holatda to'g'rilamiz. Endi piyozimizni to'g'rib oldik hanımlar. Ondan keyin qalsa qiymamizni yana go'sht to'g'raydigan aparatimizda qiyma qilib olgan to'q. Undan keyin endi biz buni qilish uslubiga o'tamiz juma. Hamma materiallarni tayyorlab oldik. Undan keyin cho'ngroq kelgan qachimizga mavu piyozni, undan keyin qalsa berangimizni, undan keyin qalsa qiymamizni, hanımlar 250 gram qiymamizni solamiz va ozroq miqdorda tuzni quyib turib, undan keyin zira, yana qarmoch yaxshi ko'rsanglar ma'qul shakl bo'yicha quyib olamiz. Undan keyin aralashtiramiz va qiymamizni tayyor qilib olamiz. Shuning bilan yana bo'sh holatda yo'g'rilgan xamirimizni biz holatda, qaysi xil holatda yana duxovkamizga lisi bog'i duxovkamizningki shu lisimizga mos keltirib turib, yana shu o'lchab turib, undan kesib yana muvofiq miqdorda echib olamiz. Endi ma'qul holatda echib oldik hanımlar, qaranglar. Endi buni ma'qul holatda echib bo'lgandan keyin bu tayyorlab olgan qiymamizni arasiga olamiz. Mana ma'qul holatda olamiz. Bu shunchalik o'zgacha, shunchalik payza jumo hanımlar. Haqiqatan yoqtirsizlar. Bu sinovdan o'tgan, tajribadan o'tgan shu bir xil resept. Endi ma ikkinchisini hanımlar ma'qul shakl bo'yicha yana yeyib ech olamiz va ustini yopamiz. Endi yepib bo'lgandan keyin hanımlar buning ustini yana mush tuxumning seriqi bilan, andan keyin yana kunjutlar bilan sepib, andan keyin duxovkaga solamiz. Endi ma cho'rlarni mukammal bo'lish uchun ikkisini chaplashtirib o'tamiz va ma'qul shakl bo'yicha vilkani urib, undan keyin biz endi ma tuxumning seriqini ayirib üstüge sürtüp qısak, andan chiroyli pishib chiqadi. Agar xohlamasanglar tuxumning seriqini qilmasanglar bo'ldi, xohlasanglar qilsanglar bo'ladi. Endi buni hanımlar mana shu holatda tuxumning seriqini sürtib turib, undan keyin ustiga kunjutlarni sepib, o'zimizning duxovkasining gradusini tangshab 170-180 gradusda 25 minutdan yarim soat atrofigacha pishirib elvasanlar bo'ladi. Ma'qul holatda kunjutimizni sepdik. Endi buni pishib chiqqan shakli shunday holatda bo'ldi.